sizlardan yordam so'rayman. Iltimos yordam qilinglar. Qo'limdan hech nima kelmayapti. Juda zo'r bilan og'riyapti. Iltimos qo'llaringizga yordam beringlar. Assalomu alaykum, qadrli vatandoshlar. Otamiz og'ir xastalik bilan jigar sirroz bo'lib qoldi. Sizlardan yordam so'rab chiqyapmiz. Hindistonga olib borish uchun katta mablag' kerak ekan. Qo'limdan kelganini qildim. 7 oydan beri otam og'ir xastalik bilan yotibdilar. Mana jajji farzandlarimiz, 4 nafar farzandi bor otamni. Otam hali yosh, 16 yoshga kiryapti. Iltimos yordam qilinglar. Qo'limdan hech nima kelmayapti. Bu farzandlarga hali to'ylar qilib qizlarni chiqarish kerak. Qo'llaringizdan kelgancha yordam qilinglar. Shun bo'lmasa duo qilib qo'yinglar, Allohdan shifo bersin deb.